Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi obyektimiz bitdi. Bu ham darvozaxona. Eni 4 metr. Bunaqasi 10 metr bo'ldi. Mana ustungacha 10 metr bo'ldi. Konteyner mahsulotlaridan tom yopish, naves va boshqa xizmatlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimiz opisiya va kommentariyada qoladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Mana doimgidek konteyner materiallarimiz. Mana hozir ko'cha tarafdan ko'rinishi. Mana oldi shapkalar 50-60 chiqqan. Usti shipir bo'ldi buni ham. Mana shu men turgan joydan xoridan men turgan joygacha 10 metr. Firmamiz 10 metrlik bo'ldi. Orqa tomoni 1.20 ko'tarildi skati. Mana xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Mana tanlovlarigacha qotirib hozir tugatdik. Manzil Farg'ona shahrida bo'ldi. Shaharning ichida 5 bolada. Mana ustunlarimiz bu ham konteyner 12 ga 8 shivillar ko'girg'asidan ustun xorilarimiz. Mana bu tomoni ham shunaqa. Joyga qarab hisob-kitob qilinaveradi. Faqat uy egasi shipir qo'kaman desa, rekasi bilan shipirini olib beradi. Tunuka desa, faqat tunukasini olib beradi. Rekasi ham temir bo'ladi. Shipir bo'lsa yog'och bo'ladi. Mana kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Bu to'g'ri ko'chadan kiraverish darvozaxonamiz. metrga 10,5 metr bo'ldi, ichi 10 metr qoldi. 50 santimetr chapga chiqdi. Metrga ham, kvadratga ham hisob-kitob qilaveramiz. Metriga 18 mingdan 25 minggacha qilaveramiz. Kvadratini 150 mingdan 280 minggacha qilaveramiz. Joyga qarab hisob-kitob qilinaveradi. Yo'q berish xizmati yu materiali hamma yo'q ichida bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana aloqaga chiqaverasizlar.